Obunachilarga zo'r yangilik qilib qo'ydim. Tezroq kelib shu 200 dollardan bittasini olib ketib olinglar. Qanday desanglar, bitta emas, ikkita qilib qo'ydim. Sababi ko'p obunachilarimizni iltimosiga, takliflariga binoan 100 dollar ikkita bo'lib qoldi. Xo'p, shunga asosan o'zingizlarning kommentariyada fikringizni, yana qanday bonuslar, yana qanday o'zgarishlar qilaylik, erinmasdan o'zingizlar fikringizni kommentariyada yozib, shu videoga bitta like yozib qo'ysanglar, bizga поддержка bo'ladi. Sizlardan xursand bo'lib qolamiz. Xo'p, akamiz zabur mashinasini olib keldi. Tunikalarni qoplab berdik. Aksiyamizda 2 dollarlik aksiyamizda qatnashyapti. Pullarni aralashtirib yuboramiz. Akamiz raqam aytsa sovg'a qilib beramiz. Shu pullardan bittasi chiqsin degan niyatda. Aka hozir mana 100 dollar yutib ketamiz-da. Tayyorda turibdi, birini dedi. Chiqib qolsa nima qilamiz aka? Chiqib qolsa aka mana yana ham kuchliroq qilib reklama qilamiz-da buni. Xo'p, raqam aytsangiz sanab beraman. Raqam aka 27. Qaysi tomondan sanaysiz? Pastidan sanang aka. Ketdi aka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 aka. Endi baribir ana shu birini to'g'ri endi. Niyat solish ekanda. Aka katta rahmat aka. Aka kelaverasizlar. 200 dollar hali ham shu yerda turibdi. Tezroq kelib olinglar. Olinglar haqiqatda 200 da.